o'yinlarda farzandingiz miyasiga singdirish maqsadi ila targ'ib qilinayotgan satanizm g'oyalarini bir ko'rib qo'ying. Yovuz ruhlar, meni la'nat kuchiga to'ldirishingizni buyuraman. Jahannam darvozalarini keng oching. Meni iblisning do'sti sifatida qabul qiling. Eshityapsizmi? Barchangiz mening amrimni bajaring. Mening hojam. Men bu dunyoni yakson qilishni istayman. Agar men insonlar ustidan hukmronlik qila olmasam, unda hech kim buni qila olmaydi. Bu kabi o'yinlarni shunchaki vaqtichoqlik deb o'ylaganmidingiz? Yoki siz o'z farzandingizni yangi dunyo tartibini qabul qilishiga rozimisiz? Kompyuter o'yinlari, illyuminatlar va maxfiy tashkilotlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, ana shu tashkilotlarning sirli maqsadlari yo'lida xizmat qiladi.